Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Charchang. Marhamat. Akalar, sotiladigan makka bor. Manzil Qo'qon, Qo'qon tumani Ardoqshon qishlog'ida. Xo'p, taxribiy qiymati 35-40 so'm atrofida. Xudoga setiga kamaydan chiqadi. Tayyor bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, mana bunday qilsa bemorasida 100% quruqda kelgan. Xo'p. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudoga setiga kesgan mendan chiqadi. Chiroylab don qilib berishadi. Toza, sifatli, po'chog'i yo'q. Eng muhimi qurtalagan yo zamburug' uchragan makkasi yo'q, hammasi sog'. Mana ko'rishgan mumkin. Xo'p, quyoshga to'yingan, yaxshi holatda, zo'r yem uchun zo'r holatda. Bunday yem rasulli yemga ishlatilmasi ham zo'r holatda. Muhimi turetskiy makka, Turkiyaning Yuvaninali makkasi. Xitoy makka emas, GMO emas, shirin, ozoq birligi yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizda bor, qancha kerak bo'lsa.